Bugun ko'cha taomlaridan chempionni aniqlaymiz. Aka koreys seriallariga o'xshab ko'chada ovqatlanarkansiz-da. Koreys seriali nima aloqasi bor? Oling bu yoqqa. Birinchi taomimiz noxat sho'ri. Vau, ko'rinishini qarang. Narxi nechta bilagan? 50 ming. 50 ming so'm. Bismillahirrohmanirrohim. Tutun chiqishini qarang buni. Ba'zan menga rasm yoqdi. Men buni ikkinchi o'ringa qo'yaman. Ikkinchi taomimiz hasib, buni ham narxi 50 ming so'm. Yashang. Bunga ichkarigini qarang. Mazasi yaxshi, sal achchiqligi bor ekan. Men buni 4-chi o'ringa qo'yaman. Tovuq oyog'i. Yashang. Bu ham 50 mingmi? Ha. Bismillah. Mazasi zo'r ekan. Men buni 3-chi o'ringa qo'yaman. Ko'chani qirol taomi, bozor xonimi. Paketchasi yo'q ekan. Bismillah. Haqiqatda qirol, birinchi o'rin. Voy, norinni oxirga olib qo'ydinglar, ham ko'rinishini qarang. Qassi yo'q ekan faqat. 5-chi o'rin bo'lishga majbur. Ketma-ketlikdan rozimiz. Ochiqni aytganda birinchi o'rin bilan ikkinchi o'rin joylanmasi zo'r bo'lardi, lekin endi kech. Rahmat.